Barchangizga assalomu alaykum. Hammamiz inson muvaffaqiyatlariga va katta yutuqlarga erishish uchun ta'lim muhim o'rin tutadi deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Lekin aslida unday emas. Ba'zida qobiliyatlaringiz bo'lsa diplomning hojati yo'q ekan. Chunki inson qiziqqan ishini erinmay, charchamay, kerak bo'lsa uxlamay, o'z oldiga qo'ygan orzu niyatlariga erishishga harakat qiladi. Hozir biz sizlarga dunyodagi o'qimagan yoki o'z orzulari ortidan o'qishni tashlab qo'ygan uddaburon va qobiliyatli milliarderlarni sanab o'tmoqchimiz. Demak, siz bilan UzFakt. Qani bo'lmasam, boshladik. Virgin kompaniyasining bo'lajak asoschisi maktabda yaxshi o'qimagani va o'qishni xohlamagani haqida o'z intervyularida tan oladi. Shuning uchun 16 yoshida Branson maktabni tashlab Londonga ketadi. U yerda u o'zini birinchi muvaffaqiyatga erishgan student nomli jurnalini yaratadi. Branson atigi 17 yoshida birinchi xayriya tashkilotini tashkil qilib, bugungi kunda Richard dunyodagi eng nufuzli ovoz yozish konglomeratlaridan biri Virgin Group va butun boshli bir aviakompaniyalarga egalik qiladi. Bugungi kunda IKEA mebellari va maishiy buyumlarini bilmagan va eshitmagan odamlar bo'lmasa kerak. Ular sotish bo'yicha dunyoning eng yirik chakana savdo zanjirlaridan biridir. Bu kompaniyani Ingvar Kamprad atigi 17 yoshida yaratgan. Bo'lajak milliarder disleksiya kasalligi tufayli o'qishga qiynalgan va shuning uchun o'rta maktabni bitirgach, oliy o'quv yurtiga kirmagan ekan. Cherkov maktabida o'qish Henry Fordga umuman qiziq bo'lmagan ekan. Uning yagona istagi har xil mexanizmlar bilan ishlash bo'lgan. 16 yoshida Henry uydan qochib Detroitga jo'nab ketadi va u yerda mexanik assistent sifatida ishga joylashadi. 1893-yilda u o'zining birinchi avtomobilini yaratadi. 1903-yilda esa Henry Ford Motor kompaniyasiga asos soladi. U o'sha yillarda bozorlarga eng arzon avtomobillarni yetkazib bergan. Chunki Fordning avtomobillari sanoat konveyer yo'li bilan ishlab chiqarilgan edi. Ford bu texnologiyani birinchilardan avtomobil yig'ishga qo'llay boshlagan. Henry Fordning taniqli Ford kompaniyasi bugungi kungacha mavjud. Uni bilmaganlar va eshitmaganlar menimcha bo'lmasa kerak. Dell korporatsiyasining asoschisi Michael Dell maktabda bilim jihatdan passiv bo'lgan. Lekin atigi 12 yoshda Michael noyob tijorat ixtirochilik belgilarini namoyon qila boshladi. U yozgi ta'tilga chiqqanda mahalliy gazetaga obuna bo'lishga odamlarni chorlash ishlari bilan shug'ullangan va har bir yangi obunachi uchun qanchadir miqdorda pul olgan. Michael ishlayotgan paytda shuni tushunib yetadiki, shaharga yangi ko'chib kelgan odamlar gazetaga obuna bo'lish ehtimoli ko'proq ekan. Shuning uchun u do'stlariga har kuni $2 ana shunday yangi ko'chib kelgan odamlarni izlash uchun to'lagan. Ana shunday yo'l bilan Michael 12 yoshida o'zining birinchi $2000 ishlagan ekan. Maktabni bitirgach u Texas shtatining Austin universitetiga o'qishga kiradi va kelajakda shifokor bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin u o'qish jarayonida kompyuterlar savdosi bilan shug'ullanadigan PC Limited kompaniyasiga asos soladi. Kompaniya yaxshi daromadlar keltira boshlaydi. Shuning uchun Michael 19 yoshida universitetni tark etib, bor vaqtini biznesga qaratadi. Hozirda Michael Dell milliarderlar ro'yxatining 38-o'rnidan joy egallagan. Lee Kashin juda ham kambag'al oilada tavallud topgan. 1943-yilda Leening otasi davolanish uchun pul topa olmay sil kasalligidan vafot etgan. Demak, hozirgi kunda dunyoning eng badavlat kishilaridan biri, qolaversa Osiyoning eng badavlat kishisi 12 yoshdan maktabni tark etishga majbur bo'lib, plastmassa zavodiga ishga joylashadi. 22 yoshida esa Lee Kashin Cheung-Kon kompaniyasiga asos soladi. Hozirda bu kompaniya savdo-sotiq, ko'chmas mulk, mehmonxona ishlari, IT texnologiyalar va boshqa ko'plab sohalarda ish olib boradi. Mashhur Bill Gates hozirda Garvard universitetining diplomiga ega. Lekin aslida hammaga ma'lumki, u Garvard o'qishining 2-kursidan haydalib yuborilgan. Oradan yillar o'tib Bill Gates katta yutuqlarga erishgani haqida hammaga ma'lum. AQShning eng qadimgi va eng nufuzli oliy o'quv yurti Garvard uchun esa bitiruvchilar ro'yxatida Bill Gates ismi yo'qligi katta yo'qotish edi. Shuning uchun Garvard ma'muriyati 30 yil o'tgach 2007-yilda Bill Gatesni barcha qilgan ishlari uchun hurmat yuzasidan Garvard diplomi bilan taqdirlashadi. Ajoyib marosimda Bill Gates kelajakda oliy ta'lim diplomi unga qanday imkoniyatlar ochib berishi haqida hazillar qiladi.
Keyingi yillarda men ish o'rnimni o'zgartirish niyatidaman. Rezyumemda oliy ma'lumotim borligi esa juda ham yaxshi bo'ldi. Hozirda Bill Gates 86 milliard AQSh dollariga ega bo'lib, milliarderlar qatorini birinchi o'rnidan joy oladi. Shuningdek, u rafiqasi bilan Gateslar fondi xayriya tashkilotiga asos solib, bugungi kunga qadar umumiy hisobda 29.9 milliard AQSh dollarini xayriya ishlarga sarflagan. Dasturiy mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi ikkinchi o'rinni egallagan Oracle kompaniyasining asoschisi Larry Ellison 2 marta oliy ma'lumot olishga harakat qilgan, lekin ikkala marta ham u o'qishni bitira olmagan. Bunga sabab Larry o'qishda mukammal emas edi. U aniq fanlarni osonlikcha o'zlashtirardi-yu, boshqa fanlarni umuman o'qigisi kelmas edi. Shuning uchun u oliy ma'lumotli bo'la olmagan. Kompyuterlar va dasturlashga qiziqqan Larry 1973-yilda CRU uchun ko'p funksionalli ma'lumotlar bazasini dasturini yaratib beradi. Bu dastur Oracle nomi ostida shifrlangan edi. Bu Larry Ellison va Oracle kompaniyasining muvaffaqiyatga bo'lgan birinchi qadamlaridan biri bo'lgan. Inson tarixida eng badavlat kishilardan biri hisoblangan John Rockefeller 7 yoshida birinchi dollarni qo'lga kiritgan va 13 yoshida o'zining tanishlariga foizga qarz berib pul ishlagan ekan. Maktabni bitirgandan so'ng John kollejga o'qishga kiradi, lekin ko'p o'tmay u o'qishni tashlab ketadi. Vaqt o'tib John Rockefeller butun AQShning neft qiroliga aylanadi. Dunyoning eng boy odami har bir sentni oilada ham, biznesda ham o'z yo'lida aniqlik bilan boshqargan. Ortiqcha kerak bo'lmagan sarf-xarajatlar uning oilasida hech qachon qilinmagan. Har bir sotib olingan narsa o'z pulini oqlash kerak edi. Buni John bolaligidan ota-onasidan o'rgangan va o'z nasliga ham asosiy meros qilib qoldirgan. Bu tarbiya haligacha Rockefellerlar xonadonida qo'llanilmoqda. Mazkur urf-odat tufayli bu oila biznesi hali ham o'sib bormoqda. Zara brendining asoschisi va egasi Amancio Ortega 13 yoshida maktabni tashlab kiyim-kechak do'konida buyum yetkazib beruvchi bo'lib ishlagan. O'zining birinchi do'konini Amancio 1975-yilda ochgan ekan. Hozirda Zara kompaniyasi butun dunyoda o'z faoliyatini yuritadi. Zaraning asoschisi esa bugungi kunda sayyoramizning eng boy odamlar ro'yxatida birinchi o'rinni Bill Gates bilan raqobatlashib kelmoqda. Mark Zuckerberg ro'yxatimizning eng yosh milliarderlardan biri hisoblanadi. U ham bir necha yillar oldin Harvard talabasi bo'lgan, lekin ijtimoiy tarmoq tizimini yaratishga qiziqishi va orzusi tufayli Zuckerberg Harvardni tark etadi. Hozirda Mark dunyoning eng katta ijtimoiy tarmoq, ya'ni Facebook kompaniyasining asoschisi hamda uni boshqaruvchisi hisoblanadi. Yana bir narsani aytib o'tish joizki, Zuckerberg Harvardda psixologga o'qigan ekan. Mana aziz do'stlar, aytib o'tilgan odamlarning hammasi Forbes va boshqa nufuzli talqinlarga ko'ra dunyoning eng badavlat kishilaridan hisoblanadi. Ularning deyarli hammasi o'z orzusi ortidan, ishiga mehr bilan qarashi va tirishqoqligi tufayli muvaffaqiyat qozongan. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Siz bilan UzFakt kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.